I work as serve as the Vice President of the Cultural Committee of the European Parliament. I'm the spokesperson, the female spokesperson, the European Greens in the Parliament for budget, and I work on the China delegation. And since 3 years, I'm a co-founder of the Igor Friendship Group of the European Parliament. Ben Avrupa Parlamento'nunki a'zosi, Avrupa Parlamento'nun shuruğundaki China delegation'dagi Xitoy komitetining a'zosi, bundan keyin budget komitetining a'zosi Avrupa Parlamento'dagi. The China delegation of the European Parliament is for me not a friendship group, but a group of parliamentarians responsible for the parliamentarian relationships to China. I'm a friend of the Chinese people, but I'm not a friend of the Communist Party of China. O China delegation degan Xitoy komitetida shu Yevropa parlamentidagi bir komitet bu komitetniki nima desam bu komitet Xitoy bilan do'stlik komiteti emas, ya'ni Xitoy bilan parlament munosabatlarini tanishadigan, shuni elib boradigan bir komitet. Albatta men deydi Xitoy xalqining do'sti, Xitoy Kommunist Partisining do'sti emas. And today I think we together, Representative Margarete Bause of the German Bundestag, European Parliament, and you, the World Igor Congress, we should send a strong message to Xi Jinping on human rights, press freedom and cultural autonomy in China. Bugün burada Margarete Bause Hanım bilan birlikte men deydi shuningdek Dünya Uyg'ur Qurultayi Xitoy prezidenti Xi Jinpingga inson haqlari to'g'risida kuchli bir mesaj, kuchli bir signal avatishimiz kerak. As Margarete already said, we are green women, and you will not be surprised. I'm not a separatist, nor I'm a terrorist, and I don't support separatists or terrorists. But what I do support is the federal state, the rule of law, minority rights, and they have to be safeguarded in China and all over the world. Degandek deydi, men deydi separatist emas, terörist emas, ularga qarshi men deydi bir insonlarning haq huquqiga hurmat qilinishini, bütün insanlarning asallık milletlerinin öz huquqa, haq huquqiga ega bo'lishini qo'llaydigan bir inson. I switch to German. Endi deydi Germancha yapmanman deydi. Men Beşinci diğer bir yoğun Germaniyan'daki Bavaria'nın merkez şuna Germanca olsun diye. 2007 bin ich das erste Mal mit der China-Delegation des Europaparlaments nach China gefahren, nach Beijing. Und danach bin ich ungefähr 10 Mal in China gewesen, mal mit den Grünen, mal auf Einladung der KP. In Beijing, in Tibet, in Hangzhou, in Shenzhen, in Hongkong, in Chengdu und in Hangzhou. Und es war sehr, sehr, sehr interessant. 2007 birinchi qitim men o'zimninki komitetidan delegatsiyadan Xitoyga borgan deydi, onun keyin taxminan 10 qitimdek bordim deydi. Abay sanab o'tgan shaharlar Beijing, Shanghai, Tianjin, Nanjing degandek 10 necha shaharlarga bordim. Nihoyatda qiziqarli dedi. Ich habe neben den offiziellen Delegationsreisen immer Menschenrechtsaktivisten und Umweltaktivisten getroffen. Men bu resmi seyahatlerimning ziyoratlarimning hammasida inson haqlari guruhi bilan tabiatni qo'llaydigan ekologik odamlarning hammani bilib qarayman dedi. Hat mir manchmal von meinem Delegationsleiter der China-Delegation Ärger eingetragen, aber das ist dann halt so. Bazı vaqtida bizning delegasyondagi boshqalarlar Xitoylar bilan paramishni qildik, bazı vaqtda bo'ldi dedi. Anlaşmış bulduk dedi. Vor der Olympiade habe ich die damalige Frau von Hujia getroffen, die unter Hausarrest war und nur ab und zu zum Einkaufen rausgehen durfte. Wir haben uns in meinem Hotel getroffen, im Beijing Hotel, haben dann auf meinem Zimmer geredet. Sie wurde von 8 Männern in Schwarz beobachtet, begleitet, verfolgt, muss man eher sagen. Und wir wissen, dass in diesem Hotel die Zimmer abgehört werden. Şu vaqtında şu yerdeki bir Xitoy ishxona tashqi chiqarilmagan bir xo'ja degan ayol bilan ko'rishgan deydi. O ayol bütün talog'i chiqishi cheklangan. Shu vaqtida bizning tushga yotoqnimi, mening o'tirib o'tirimnimi deydi. Shuni o'g'irlikchi olgan, shuni hammani biladi. Xitoy hukumati bizning barliq harakatimizni kuzatib turadi. Shu ayolning atrofini 8 odam qo'g'dab turadi deydi. Wir wissen jetzt, beim Parteikongress hat Xi Jinping angekündigt, nicht nur China zur ökonomischen und politischen Weltmacht des 21. Jahrhunderts machen zu wollen,
sondern auch die digitale Überwachung der chinesischen Bürger und aller Dissidenten angekündigt. Und damals war es schon, das ist ja jetzt fast 10 Jahre her, dass auch sie in dem Sinne digital überwacht wurde, dass es permanent Manipulationen an ihrem PC gab. Xitoy hukumati hozir qandaqdir Jongoni o'zi dunyoning bir xo'jisi, tinch bir xo'jisi qilaman emas, balki o'shadagi xalqning hammani digital, ya'ni elektronik bir shaklda hammani ko'zib turgan, ularni ishqo'llik bilan ko'zib boshqa bir davlatga aylanib o'tish yo'lini mengyapti. Shu vaqtning o'zida 10 yilning oldindan Jongo hukumati o'shadagi yashayotgan barliq fuqarolarning erkinligini bo'g'ib, mushu shaklda ularni ma'rab turib, ularga josuslik qilib, hamma erkinlik ko'zlagan ishni vaqtida boshlayotgan Xitoy. Ich war in Peking, als der Friedensnobelpreis an Liu Xiaobo bekannt gegeben wurde. Liu Xiaobo'ning Dünya Tinchlik Nobel mukofotiga e'lon qilgan vaqtida men Beijingda edim. Die Herren der KP waren entsetzt und die Journalisten in den Redaktionen, die das nicht schreiben durften, haben intern auf den Tisch getanzt vor Freude. Vaqtida Kommunist partiyasining adamlari boshqalari hayron qoldi, qo'rqib ketdi ham deydi. Ammo uning maqolasida xabaringizni yeyishni cheklangan shu yerlik jurnalistlar, shu yerdagi cho'ng muxbirlar o'zini ko'rsatmagan, yozolmagan bo'lsa, ammo intayin qo'shilgan emas deydi. Es zeigt den Charakter des Regimes in China, dass Liu Xiaobo, als er sterbenskrank war, nicht mal dann, es war ein Skandal, dass sie ihn überhaupt zu 11 Jahren inhaftiert haben, nur weil er für Menschenrechte, Rechtsstaat und Mehrparteiensystem eingetreten ist und für wirklich freie Presse. Aber als er dann sterbenskrank war, ihn nicht mal in ein Land, ein demokratisches Land seiner Wahl haben ausreisen lassen zum Sterben, hat für mich die Brutalität der KP nochmal ganz deutlich gezeigt. Liu Xiaobo efendimninki rakkesi alıp ölüşte şunda en ağır mezgili keplagan bolsunmu deydi. Onu hiç qanday şartga chiqib davolashga ruxsat qilmadi deydi. Chunki uning qilgan ishi faqat bu yerdagi inson haqlari masalasi to'g'riliq o'zininki kuchini ko'rsatgan. Bir demokratik bir davlat bo'lishi uchun va inson haqlarininki vujudga chiqishi uchun o'zini ko'rsatgan bir inson boshqa hech qanday ish qilmagan dedi. Mushundaq bir insonning o'lib ketadigan eng og'ir girdobga kelgan chaqda eng oxirgi orzusi chetarga chiqib bir o'zini davolab yashaydi-mi? Shuning ruxsat qilmaganligi Xitoyning ne kadar rezil davlat ekanligini yana bir qatam bildim dedi. Herr Posselt hat eben schon darauf hingewiesen, dass die Menschenrechtssituation sich in den letzten Jahren in China leider dramatisch verschlechtert hat. Aldın qatam so'zlagan Posselt efendim dedi ki zaten Xitoydagi inson haqlari masalasi keyingi 10 yilda dahshatli darajada nacharlashib ketdi deb zaten deb dedi. Und ich habe da, auch wenn er CSU und ich eine Grüne bin, die absolut gleiche Meinung. Menschenrechte sind unteilbar. Es ist egal, ob es in Guantanamo ist, bei Assad in Libyen, der NSU in Deutschland oder was eben jetzt bei Putin passiert oder in China oder in Nordkorea. Menschenrechte müssen immer verteidigt werden und das ist unsere hauptpolitische Aufgabe. Mesela hep olsa da işkimde okşaş olmayan işçi partiyada bozak mı Yeşillar Partisi'nin hep olsa diye başka Demokrat Partisi'nin adını dedi. Ama dedi. İnsan hakları boğan göz karşımız bizden hemimizden okşaş dedi. Dünyadaki insan hakları meselesi kullanışı gerek. Meyli bu Cumhuriyet olsun, meyli Rusya'da olsun, meyli Libya'da olsun, meyli her kanı dünyanın hem yerde insan hakları meselesi çok birden alınıp oranışı gerek. İnsanların insan hakları çok kullanışı gerek dedi. Ich mache ja Kulturpolitik in der Europäischen Union und aus meiner Sicht ist es absolut wichtig, nicht nur global, sondern auch innerhalb unserer Mitgliedstaaten und in der Europäischen Union immer wieder darauf hinzuweisen, dass Minderheitenrechte so zentral sind, weil wenn eine Mainstream-Gesellschaft ihren Sinn für Differenz und Abweichung aufgibt, wie die Deutschen das die Nazis schlimmerweise gemacht haben, 6 Millionen Juden und andere Minderheiten ermordet haben, dann gibt sie ihren Sinn für Freiheit und ihre Seele für ein wirklich friedliches Zusammenleben auf und deswegen dürfen wir das nie wieder zulassen. Zamanlarının tarihte 6 milyon Yahudilarını kırıp etkenliğe okşaş işler bundaki dünyada hiç qanday yerde tekrarlanmaslık gerek deydi. Menin qilayotgan siyasetinin o'zi bo'lib asonliq millatlarning shuning madaniyatini qo'g'dash siyosatini dunyoda shuni jakalab shuning uchun o'zimni qurbon qilib kelyapman. Uyg'urlar o'xshash va ishlar o'xshagan nurg'un millatlarning bo'lib asonliq millatlarning madaniyati, ularning haqqi texmo buni texmo yüksek darajada qo'llash kerak deydi. Der jüdische Philosoph Theodor W. Adorno, den ich während meiner Studienzeit lange sehr viel gelesen habe, hat immer gesagt, es geht darum, in einer Gesellschaft ohne Angst verschieden sein zu können. Bir Yahudi professor debken
insanlar bir cemiyet yaşasa, bir cemiyette o'xshash bo'lmagan shaklda, o'xshash har xil shaklda qo'rqmay yashay olsa, bu cemiyet haqiqiy cemiyet bo'ldi degan dedi. Und das gilt für Katalonien, für Tibet, für ihre Region, für Osttürkistan, genauso wie für viele andere Regionen der Welt. Und das müssen wir versuchen, politisch sicherzustellen. Bu Kataloniyaga, Tibetga, Sharq Turkistonga hamma uchun o'xshash insonlar shu yerda har xil bo'lsa-mu qo'rqmay boshqalarga teng barobar yashash kerak. Biz bu siyosatni dunyoga cho'qim ko'tarib chiqib g'alaba qilishimiz kerak. Ich glaube, dass die KP Chinas letztendlich unglaublich Angst vor ihren Bürgerinnen und Bürgern hat, weil wenn man weiß, dass man eine Einparteienherrschaft diktatorisch ausübt und die Menschen nicht wirklich erreicht, dann muss man Angst haben vor allen klugen Leuten, die ein Mehrparteiensystem wollen, und dass sie so brutal, auch im Falle von Li Xiaobo, aber auch von vielen anderen sind, zeigt eigentlich nur, dass sie wissen, dass sie keinen wirklichen Rückhalt haben und deswegen so repressiv vorgehen. Xitoy menimcha Xitoy sizlarning xalqdan intayin qo'rqidi, sizlarning millatlardan da qo'rqidi ekan dedi. Chunki Xitoy biladiki, u faqat bir partiyalik tuzum bo'lishi bilan uning qo'rqidini ko'p partiyalik tuzum, ko'p o'xshash bo'lmagan ideya va inson haqlari masalasining vujudga chiqishidan qo'rqidi. Chunki Xitoy bir partiyalik tuzumning haqiqatan vujudga chiqib uning davomli manamaydiganligini biladi. Demokratik insonlarning, aqlli insonlardan qo'rqidi. Shunglashqa u bu insonlarni bostirib dafsanda qilib yo'qotsam, o'zimning bir partiyalik tuzumini oldib ko'rsatib manalayman degan shaklda sizlarni mushu shaklda ezib ketib bordi dedi. Jetzt sind wir ja gerade Zeitzeugen des Besuchs von Trump bei Xi Jinping. Ich finde es erschütternd, wie bedürftig Trump ist, was narzisstische Zufuhr angeht, und wie erfolgreich Xi Jinping das spielen kann, um Trump dazu zu bringen, was er erreichen will, indem er ihn so hofiert und eine solche Charmoffensive im Kaiserpalast macht. Mening eng hayron qolganim deydi, Trumpningki shundoq jiq nachar bir shaklda boshlab ishni eng cho'ng g'alabalarga erishganligi bo'libmi, Xitoy bilan hozir deydi, dunyoni dafsanda qilayotgan bu Xitoy bilan ikkisining birlashib, Xitoyning cheklangan shahar deydigan yerda buningga maxsus g'izo berib, ikkisining chiqishib kulishib ketganligiga men texim hayron deydi. Ich hoffe nur, dass diejenigen im Weißen Haus, die versuchen, Trump einzuhegen und ihm kluge Papiere zu schreiben, dass die hoffentlich erfolgreich sind. Man hat ja, wie man gestern gesehen hat, schaffen sie es leider nicht immer. Seneki dedi Trump'ın çok Aksaray'da dedi bunu imkanla tezahür toktuşunu bunun ki hukukunu asıl toktuşta ulanın küçükten toktuşunu ben düşündüm dedi. Meine China-Politik in den letzten 13 Jahren im Europaparlament war immer davon geprägt, dass ich nicht einfach für die eine China-Politik eingetreten bin, sondern für ein demokratisches China. Ben dedi Xitay'ın boğan demokratik tüzümünü istedim dedi. Xitay'ın siyasetini ben üçün hizmet qildim. Xitay'ın bir demokratik Xitay'ın siyasetini vücut çıkış üçün hizmet qildim dedi. Und es ist ja jetzt klar, auch mit diesem Gipfeltreffen der beiden männlichen Weltherrscher, Trump und Xi Jinping in Peking, dass die Systemkonkurrenz nochmal richtig auf dem politischen Tablett ist. Hazır bu iki dünya soraktan çıkan çok adamınki Beijing uçuruşu, bulanınki siyasi kuruşuna ve siyasi mudasındaki en yukarı perdeki çıkartmalarını gösterip şeydi. Wir stehen gemeinsam vor der Frage, ob wir nicht Trump nicht mehr diesem Lager zurechnen, wird die liberale Demokratie gewinnen oder werden autoritäre oder gar schlimme nationalistische Staaten gewinnen, wie Putin, Xi Jinping, Erdogan, Assad und solche Herrscher. Trump'la ile bu ilişki ekledi. Dünyada bunun için dünyanın diktatörlük eğitimi yapan hazır sana ötüketken Xitay, Assad okşayaş ve şoğunsa dünyadaki başında diktatörler dünyanın sonra geçiş gerek mi? Ya ki dünyanın bir demokratik sistem soruş gerek mi? Bunu Trump efendim yakış o ilişki dedi. Wie Sie gehört haben, ich bin sehr Trump-kritisch, sehr kritisch gegenüber der KP China. Aber was diese Systemkonkurrenz angeht, ich glaube nicht, dass ein Land wie China, wenn es noch so strategisch ist, noch so viel Zeit hat, letztendlich wirklich erfolgreich sein kann, weil unsere Gesellschaften, gerade auch der digitale, kulturelle Kapitalismus braucht Kreativität, und in einem Land ohne Freiheit glaube ich nicht, dass es die wirklich geben wird. Xitay deydi, dünyanın sorayman deb harakat qilayotganda bu qanday vaqtda vujud chiqdi dünyanın Xitoyni so'rashi deganda biz demokratiyada yashayotganmiz. Biz uning shu imkoniyatini yaratib bergan bo'lsak, biz o'zimizning demokratligini qo'rmay, Xitoyning hozir butun xalqni elektronik shaklda o'ziga bog'lab, butun xalqning kunlik turmushini, haqqini, huquqini ishbilarmon qilib kuzatib turgan mana shu imkoniyatiga biz uni yetkazib qo'ysak, biz shunga hamdamni bo'lib qo'ysak, kelajak uchun Xitoy va mana shunday bir diktatorlik kuch
dunyoga qo'shib bo'lish ehtimoli kuchli kuchli. Also nochmal vielen Dank für Ihre Einladung. Auch für mich war es immer eine ganz große Freude, Ribia Kader und Sie alle in Brüssel zu treffen. Meine guten Wünsche an Ribia Kader, die heute nicht hier sein kann, und lassen Sie uns für Menschenrechte und kulturelle Autonomie weiter zusammenarbeiten. Rabia Kadir Xonimga rahmat aytaman, televiziyalarni qo'yman. Yevropa parlamentida konuşib ko'rishganim uchun qo'shaman. Hammalarning temir salomat ijtimoiy vaqt tilayman. Helga Çumpun hanımga çok rahmet güzel sözler için.